Sarubovna, tuxumdon apopleksiyasi haqida ko'p savollar kelyapti. Nima o'zi tushuntirib bering shuni? Tuxumdon apopleksiyasi bunaqa biz bilamizki, hayz sikli normopanik bo'ladi, antropanik va postpanik degani. Bu nima degani? Normopanik degani bu 80% ayollarda 28-30 kunda keladi. Bu degani agar biz norma panikka oladigan bo'lsak, hayz siklini, o'shani o'rtasi 30 kun bo'ladigan bo'lsa, 15-kun bo'ladi. Follikuli hayz kunlari aytaylik 4-5 kun. Biz norma to'g'risida gapiryapmiz. 4-5 kun bo'ladi. 4-5 kundan keyin follikuli asta-sekin kattalashib boraveradi tuxumdonda. Tuxumdonda borganda demak biz uziga yuboramiz. 13-kuni, 15 va 17-kunlari. 13-kuni bizda follikula normada где-то 16-17 atrofida bo'lishi kerak. 15-kuniga kelib u kamida 18-20 mm bo'lishi kerak. Va 3-kunimiz, 17-kuni demak bu follikula yoriladi. Follikula yorilib tashqariga chiqadi tuxum hujayrasi va o'sha tuxum hujayrasi turgan joyida sariq tanacha paydo bo'ladi. Sariq tanacha bu progesteron ishlab chiqaradi. Agarda ayol homilador bo'lsa, sariq tanacha bizda 2 oygacha saqlanadi. Agarda homilador bo'lmasa, yana asta-sekin kichiklashadi, sariq tanacha nima edi? Hayz sikli keladi. Endi apopleksiya nima degani? Apopleksiyani klinikasi bunaqada ayollarda asosan shikoyati qornida qattiq og'riq bo'ladi. Muzday tel chiqish ehtimollari bo'ladi. Pulsi tezlashadi. Qon bosimi normada ushlab turishi mumkin kompensatsiya bo'lganda. Dekompensatsiya bo'lganda unda qon bosimi ham tushib ketadi. Klinikasi juda ham o'xshaydi naydagi homiladorlikni yorilganiga. Endi bu yerda nimadan farq qiladi? Demak, agarda homilador bo'lib, naydagi homilador yorilgan bo'lsa, biz baby test qilib ko'rsak, baby testda musbat chiqadi. Tuxumdon apopleksiyasi deganda, hali tushuntirib ketganim bo'yicha, ovulyatsiya paytida tuxum hujayrasi yoriladi, tashqariga chiqadi, o'rniga sariq tanacha paydo bo'ladi. Agarda ayolda yallig'lanish bo'ladigan bo'lsa, o'sha yetilgan tuxum hujayra yorilib chiqqanda, uni yonida qon tomirlari bo'ladi. Qon tomirlari yorilib ketadi, qon ketishni boshlaydi. Va bu yerda ketayotgan qon bachadonni orqa gumbaziga yig'iladi. Klinikasi juda ham o'xshaydi. Faqatgina baby test apopleksiya deganimizda manfiy bo'ladi. Bu yerda asosiy biza yordam beradiganimiz bu jarrohlik yo'li hisoblanadi.